Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Xolmirzaeva Anoraman. Mening murojaatim shuki, 2026-yil 3-mart kuni qilgan murojaatim sababli meni 2026-yil 16-aprel kuni noqonuniy sud qildi, ya'ni jinoiy sudi qildi. Jinoiy sudiga 800 ming berib, bachalarning pulini chiqargan, 800 ming olgan xotin-qizlar raisimizga qonuniy chora ko'rish o'rniga haqiqat so'rab chiqqanim uchun menga qonuniy chora ko'rdi. Va bu ham yetmaganda Kitob tumani 2-sonli aqli zaiflar dispanseriga meni majburiy olib borib bosim o'tkazib, tuman ichki ishlar boshlig'i, hokimiyat, poliklinika birlashgan holda aqli zaiflar bo'limiga olib borib meni bosim o'tkazdi va ukol urdirib, 6 oy ichiga o'z holim bilan o'zim o'lishimni aytib qo'rqitdi. Prezidentimiz, ichki ishlar xodimi, hokimiyat va poliklinikaga shunchalik imkon bergan ekanki, oddiy xalqni oyoq osti qilish, bosim o'tkazish mumkin ekan. Mana poliklinikamiz xodimlari 4 tadan dollar olib pensiya chiqarayotgani yolg'onmi? Kim bor doktor kelib tekshiradigan? Bir mahallamizga har bir xonadonga 4 tadan 3 tadan kasal bor. Ikkinchi guruh nogironi bor. Lekin aslida kasallar pensiya olmaydi, sog'lomlar pensiya olyapti. Tuman hokimiyatiga borsak, tuman hokimi Abdunabi esa kulib borgan joyingga bor. Sen yalang oyoqda kim tinglaydi sanlarni deydi. Xotin-qizlar raisimiz ham tinglamasa, ichki ishlar boshlig'i murojaat qilishimizni cheklab qo'ysa, prokuratura esa oddiy xodimlarni eshitishni xohlamasa, unda biz qayoqqa boraylik? Respublikaga bir kunlik umrimizni o'tkazib boramiz xalq qabulxonasiga. Xalq qabulxonasining boshlig'i Baxtiyor aka esa bizni tinglamaydi. Bo'ldi, gapirma deydi. Biz gapirmasak, murojaatimizni tumanga yuborsa, hech bir natija bo'lmasa, unda xalq qabulxonasi fuqaroga kerak emas. Biz murojaat qilish uchun qayerga borishimizni ham bilmaymiz. Haftalab bosh vazir va administratsiyani eshigini oldiga yotdim. Hech bir natija bo'lmadi. Tuman hokimiyatga chaqiradi, faqat bosim o'tkazadi. Sani kasalsan, kasalxonaga yuboramiz deydi. Mana oddiy aytadigan bo'lsam, 2026-yil may oyi yana bosh vazirning qabuliga bordik. Biz borgan edik, tuman hokimiyati xotin-qizlar raisi chaqirdi va tuman ichki ishlar boshlig'i menga qarab aytayapti: "Sen kasalsan, seni yana bansiyaga olib borishim kerak. Seni o'zim davolataman" deydi. Nima, ichki ishlar xodimi kasal davolatgich shunchalik muhimmi? Poliklinika bilan olib borib tentaxonaga olib borgan yetmaganda bu safar meni qayerga olib borib davolatmoqchi ekan. Yana mahalla uchastkavoyimiz esa Sardor aka, sen o'zingdan ko'r, ko'chaga yolg'iz chiqishingni, sen oxiri yomon bo'ladi deb mahalla xotin-qizlar raisimiz Beknazar va Muborak opa hokimiyat bilan birlashgan holda bosim o'tkazsa, oddiy fuqaroni kim himoyasiga oladi? Saida opa, sizdan iltimos, meni himoyangizga olib, O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani korrupsiyadan qutqazing. Hokimiyatga, poliklinikaga, hatto Sarvar Jo'rayev tuman boshlig'i Sarvar Jo'rayevga ham murojaat qildim. Sarvar Jo'rayev ham ishda turib eshitmaslikka oldi. Prezidentimiz shuncha kasallarga imkon yaratyapti, kambag'al, nochorlarga shunchalik sharoit qilganki, o'sha sharoitdan kim foydalanyapti? Stol ustiga o'tirgan, tanish bilishi borlar foydalanyapti. Oddiy xalq, uquvsiz, ongsiz xalq nima qilsin? Ongsiz xalq qo'yruq borsa, qopib chiqarib yuboradi. Sizlardan iltimos, oddiy xalqni xo'rlab, mustaqil zamonga oddiy xalqni shunchalik xo'rlash mumkinmi? Qachongacha stol ustidagilar yashaydi, oddiy xalq yashamasinmi? Unda mustaqil O'zbekiston nega kerak? Sizdan iltimos, prezidentimiz, otajonim, menga yordam berishingizni va himoyangizga olishingizni so'rayman. Bosh
vazir xodimlari ham murojaat qildim, hech bir natija bo'lmayapti, deb Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan prezidentimizga murojaat. Iltimos, prezidentimizga yetib borishiga amaliy yordam berishingizni so'rayman.